Alaykum barchaga. Mana bugun men Artefaktning muxlisi. Men Minecraftda sizlarga qishloqni bir zumda topishni o'rgataman. Yo, bundan chiqib ketmasak bo'lmaydi. Men o'ynayotgan versiya 1.21.90.23 menimcha ko'rgan bo'lsangiz kerak. Biz yangi dunyo yaratamiz. Yangi dunyo yaratgandan keyin xohlasangiz survival, bularni o'zingiz ehtiyojlaringizga mo'ljallab qilasiz va sizga mana bunaqa narsa keladi. Buni o'zgartirasiz xohlaganingizga. Men 1 2 3 4 5 6 7 8 qildim. Undan keyin mana tip list nima? Xullas shuni bosasiz. Keyin mana qayerlarda foyda bo'lishingiz chiqadi. Qishloqmi, boshqa joymi, suv osti saltanatimi, boshqalarmi? Men sizlarga qishloq topishni o'rgataman dedim. Mana qishloq. Va qishloqqa tushishni bosamiz. O'zi Minecraftni notebookda o'ynash kerak. Xohlasanglar 10 sekund qilib o'tkazib yuboringlar. Men esa telefonda o'ynayman. Bedrock versiya. Artefaktning muxlislari bormi? Obuna bo'lib qo'yamiz. Mana xoyat, mana biz qishloqning yaqinidamiz, ammo aynan qayerdaligini bilmadim. Shu yaqin atrofda. Hozir men qishloqni topaman. Vot, mana topdim. Qishloqni topdim. Qishloqni yaqinida foyda bo'lasiz. Qishloqni o'zingiz topishingiz kerak. Mana shunday 100 blok, 150 blok uzoqroqda. Mana qishloq. Ishonmasangiz o'zingiz ham tekshirib ko'ring. Bu aniq ish beradi. Qishloqning kattaligini qaranglar. Kichikgina shahar. Bo'ldi.